Laboratoriya mashg'ulotimiz yarim o'tkazgich diodning volt amper xarakteristikasini o'rganish. 2 multimetrdan foydalandik. Birinchi multimetrimizni amper rejimiga, ikkinchi multimetrimizni esa kuchlanishni o'chirish uchun voltmetr rejimiga qo'yib oldik. O'zgarmas tok manbai sifatida 9 voltli batareykadan foydalandik. Zanjirimizni ulaymiz. Zanjirimizni ulaganda, demak, multimetrlarimizning bittasini musbatini musbatga, manfiyini manfiyga qilib, voltmetr o'rniga, ikkinchisini xuddi shunday holatda ampermetr rejimiga o'tib ulab olamiz. Mana shunday holatda qilib birinchi multimetrimizni 20 volt rejimiga qo'yib oldik. Ikkinchi multimetrimizni tok kuchini o'lchashimiz uchun 200 milliamper to'g'risiga qo'yib oldik. Yarim o'tkazgichli diodni ulab oldik zanjirimizga. Zanjirimiz tayyor holatda, mana shunday holatda kalitni ulaymiz. Ishonch hosil qilib kalitni ulab olamiz. Kalitni ulab, demak, potentsiometr muruvvatini soz rekasiga qarama-qarshi holatda aylantirishni boshlaymiz, harakatlantiramiz sekinlik bilan va voltmetr va ampermetrdagi qiymatlarni yozib boramiz jadvalga. Bir nechta marotaba ko'rsatkichlarni yozib olishimiz kerak. Volt amper xarakteristikasini chizmada aniq ko'rsatishimiz uchun bir necha marotaba yozib olamiz. Yarim o'tkazgichli diodni o'zgartirib turib, boshqa qiymatlarda, misol uchun kichikroq diodga o'zgartirib turib, uning ham volt amper xarakteristikasini olib, birinchi chizma bilan ikkinchi chizmani solishtirib xulosa chiqarishimiz mumkin.